Chelsea bu jamoaga har doim muhim va jiddiy o'yinlarda ishonch bildirilmaydi, lekin Chelsea darajasini shunday o'yinlarda ko'rsatadi. Bir so'z bilan aytganda, Chelsea ishonchsizlikdan kuch oladigan jamoa. Gap isboti bilan albatta. 2012-yil Chempionlar Ligasi yarim finalida Chelsea Barselonaning qo'rqinchli tiki-takasiga qarshi o'ynadi. Ko'pchilik nazdida Chelseada imkoniyat 0% edi. Ammo ikki o'yin natijasiga ko'ra Chelsea Barsani yengib finalga yo'l oldi. Xuddi o'sha yili finalda Bavariya bilan to'qnash keldi. Bu o'yindan oldin ham Chelsea g'alabasiga ishonilmadi, chunki Bavariya ham dahshatli mexanizm rejimida edi. Biroq qiyinchilik bilan bo'lsa-da Chelsea Bavariyani tiz cho'ktirdi. 2021-yilgi Chempionlar Ligasi finalida Chelsea Manchester City bilan uchrashdi. Garchi Chelsea fantastik o'yinlar ko'rsatib kelayotgan bo'lsa-da, Manchester Cityning imkoniyatlarini yuqori baholashdi. Yakunda esa Chelsea yana kubokka ega chiqdi. Parij bilan nimalar bo'lganini esa ko'rib bildingiz.